Assalomu alaykum Minecraft'lilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana Mirzo Minecraft. Biz bu videomizda o'zimizga katta imperiya quramiz. Xullas biz daydib yurmaymiz. Bir yaqlarga borib g'or-por izlab yurmaymiz. Biz bitta joyga quramiz. Albatta birinchi kuchayib olishimiz kerak, keyingina u imperiyani quramiz. Qani bo'lmasam biz boshladik. Go. Birinchi navbatda daraxt olishimiz kerak biz. Daraxt olamiz. Keyin sekin-sekin kuchayaveramiz. Yaxshi yonimizda tosh ham bor ekan. Birato'la mana shu toshni ham olib ketaveramiz. Izlanib yurmaymiz. Okey. Buni olamiz. Bizga rosa ko'p daraxt kerak bo'ladi. Afsuski bu o'zi jo'n daraxtlarda tug'ilishimiz kerak. Jo'n daraxt bo'lib ketdi. Gapim chalkashib ketdi, короче, do'stlar. Xullasda jo'n daraxt joylarda tug'ilishimiz kerak edi biz, lekin oppoq daraxtli joyda bizni spam qildi. Bunga men ichim chiqmadi. Mayli, zato kirka tapor hamma yo'lda yasasa bo'ladi. Bulardan ham, faqat jo'n daraxtlardan emas. Mayli, bo'lmasa tosh qaziylik. Bag bo'lyapti bu ham endi. Tosh ham bizga yarasa ko'p kerak bo'ladi. Okey, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24. Okey, juda ham tez qazdikmi? Kirka 50 tapor. Ol endi qilich. Okey, bo'ldi. Buzamiz buni. Bu keraksiz narsalar uchun bu yerda qazib, bu yerga tashlayveramiz. IQni ishlatinglar, IQni. Keraksiz narsa o'zmash xolos. Bularni siljitib qo'yamiz. Baryetka qilib chiroyli qilib qo'yamiz-da bu yerda ham. Bu yerda bekitib qo'yamiz, bo'ldi. Endi ishimizni boshlayveramiz yana tosh qazishda. Okey. Nechta bo'ldi? 18 ta. Nimani ovozi do'stlar? Eshitdinglarsizlar ham? Eshitdinglarmi? Nimani ovozi edi u? Okey, nimani ovozi edi? Eshitdinglarsizlar ham hozir? Eshiklar ochilib g'alati bo'lib ketdi. Biz hech qanaqa mod o'rnatmaganmiz. G'orda ovozi shekilli menimcha. Qo'rqinchli ekan lekin. G'orga kirganda mana shunaqa ovozlar keladi-yu, bilasizlarmi? Minecraft o'ynaganlar bilar buni. Okey, bularni buzib olamiz. Oho. Tayyor uy qilib qo'yibmiz-ku, ha? Mana shu yotib qolarikmi? Yo'q, g'aybet bo'lmaydi. Yana daraxt olishimiz kerak. Chunki biz g'or-porga tushib ketib qolsak, daraxt juda ham kerak bo'ladi. Qorin ham ochadi, hademay. Unga ham go'sht topish kerak. Okey. Bo'ladi. Endi bu yerda bo'ldi. G'orga o'xshayapti. G'ormas ekan, lekin temir bor ekan. Ona temir do'stlar, temir. Temirni olamiz va faqir, qilich hamma yo'qda yasaymiz. Qani go tush. Hop. Bile. Zombi. Beraka seni bitta urib olay. Bu qo'yapsan bitta. Sekin chiqib olamiz tepaga. Okey, tepaga chiqamiz. Hop. Nima cho'shib ketdim-a? Tepaga sakra. Hoppala. Bo'ldi. Tepaga chiqib olamiz sekin. Mana tepaga ham chiqdik do'stlar. Sekin temirni yoniga chiqdik mana. Endi temirni olamiz. Nechta ber ekan? 1, 2, 3, 4, 1258, 1295 bo'ldi. Biz 1295 ta oldik temir. Itlar chiroyli ekan mana shular, mana shuga ham borib ko'ramiz. O'lib qolmasak mana shuga borib ko'ramiz. Okey. Endi bo'ldi, pastga tushamiz. Qaranglar do'stlar, sakrayman suvga, bitta ish qilaman, qaranglar. Hoppala. Cholop.
Bo'ldi. Hop. Buyoqqa yur. Buyoqqa boramiz endi. Mana shu tomonga yurib ko'ramiz. O ko'mir bor ekan avvaliga. Ko'mir ham kerak bo'ladi do'stlar. Temir ekan. Okey. Bitta, ikkita, uchta, 95, 96, 97, 98, 100. Bo'ldi. Okey. Ketdik endi. Bitta yo'q, boshqa qolmadi. Bittani suramiz endi. Qaltiradimi? O zamikani bu qoldi. Buni ham buzib olamiz. Qo'yni o'ldiramiz. Bo'ldi. Okey, tugadi endi. Qo'yni o'ldirishga chopdik. Sol. Bitta o'ldi. Yaxshi. Cho'kib ketyapman do'stlar. Okey, bu qanaqa joy bu do'stlar? Qanaqa joy? Suzishni qarang. Qanaqa joy bu? Temir bo'lsa olardim shu yerdan. Mana nima ekan? Bu chiqadigan joy ekan. Okey. Bu yoqda suv yo'q ekan. Onaynemga. Palakat. Bu yerdan chiqib olamiz sekin-asta. Hoppale. Bitta temir yo'q qo'shyapti cho'ta bitta. Verstakni qo'yib, ikkita pechka yasab, go'shtimizni, temirimizni kuydirib olamiz. Betga qo'yamiz, bo'ldi. Ko'mir tiqib, go'sht tiqamiz, pishadi. Olamiz. Bunga ham ko'mirni yarmini tiqamiz, hammasini. Okey. Bo'ldi do'stlar, endi bular pishguncha biz aylanib turamiz. Temir qidirib, bu musor narsani tashlab yuboramiz. Chunki bu musor. Ketdik, tepaga chiqamiz endi. Hoppale. Hech narsa yo'q ekan do'stlar, xullas tepada qarab tushdim men oxirigacha. Go'shtlarimiz pishdimikin? Temir pishmabdi hali. Go'sht pishgan, olganmiz go'sht. Esda yo'q. Go'shtimiz bor edi. Okey, buni porядкalik qilib go'shtni yeb olamiz. Qorong'ulam tushdi. Bizda divan yo'q. Nima qilamiz? Hech narsa qilmaymiz. Toshlarni olamiz. Bo'ldi. Tugadi. Kirkam sindi. Mayli, temir kirkam bor короче. Bittadan endi tepaga chiqishimiz kerak suvdan. Hoppale. Suvdan chiqib olamiz tepaga. Mana chiqdik mana suvga. Suvdan chiqdik tepaga. Okey, bu joylar boshqacha cho'ta. Sekin chiqamiz. Hop. Bo'ldi. Zombilar ham spam bo'lgandir. Bittadan ham chiqamiz. Hoppale. Okey. Ke men. Bajillo menagacha ke. Harom, orqamda ekan. Nima ish qilyapsan orqada? Orqadan ish qilmagin sen. G'or emas menimcha bu yer. G'or, lekin chuqur g'or emas. Tushamiz, o creeper. Portlaydi hozir. Hoppale. Ke shu yerda portlaydi. Bo'ldi. Creeper xal. Bu yerga sekin tushib olamiz. Zombilar qaynab yotibdi-yu. Hammasi ko'rinib kelishyapti endi. Mana oxirgi zombi kelyapti. O'ldi bu ham. Go'shtlarni olamiz. 9 zombi go'sht bor bizda. Yana ikkalasi nima qilishyapti? Shunday. Nima qilishyapti ular? Biz tashlab yoniga boramiz. Qo'ringlar. Men kelganimni ko'rib, yayilib ketishdi ikki tomonga. Voy, aprezlar. Temir. Ularni olamiz. Okey.
temirli aslahalar yasaymiz. Bo'ldi. Shumi? Bo'ldi, mayli. Shuncha oldik ham. Bulardan olamiz. Bu yerda ham bor ekan temir. Bo'ldi, buni olib bo'ldik. Tepaga chiqishimiz kerak endi. Bu yerda temir bor ekan, mana shuni ham olamiz. Tepaga chiqib, chiq. Okey. Buni oldik, bo'ldi. Endi pastga tushib, yo'limizda davom etamiz. Kecham bo'lgan, uxlashimiz kerak edi, lekin bizda divan yo'q. Bali. Mana chiqdik do'stlar tepaga ham. Cho'kib ketdim. Bo'ldi, endi tushunmadim. Qo'yib qilyapsanmi? Hozir seni yasayman, qarab tur. Kelmayapti. Tepaga chiqib qo'yamiz. Bitta turamiz. Kallani ishlatinglar do'stlar, kallani. Hozir mashqqa chiqamiz hozir. Okey. Hop. Chunma. Ana bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Endi bu g'ishti buzsak, pastidagi g'ishti buzsak, buni ham buzsak, bu yerga tushadi, biz bir uramiz. Endi bir uramiz, keyin o'ladi. Ko'rdinglarmi? IQ cheksiz IQ. Bale, endi tepaga chiqishimiz kerak. Tepaga ham chiqamiz endi. Tepaga chiqib go'shtlar topishimiz kerak biz. Okey. Bo'ldi, mana tepaga ham chiqdik. Okey. Bu musor g'or ekan. Shuning uchun biz musor narsalarni tashlab yuboramiz. Bu musor. Bo'ldi. Musor g'orga musor narsalar tashlanadi. Okey, bu yoqqa yuramiz. Mo jo'n daraxt chiqdi o'ta. Ashyalarni olib, jo'n daraxtni olishimiz kerak. Jo'n daraxt ham kerak bo'ladi. Bularni buzib olamiz, jo'n daraxtni. Mana buzib oldik. Bo'ldi. Tush kerak bu. Okey, bo'ldi. Endi pastga tushamiz. Hoppale, bo'ldi, mana tushdik. Qo'y, sen qachon katta bo'lasan? Katta bo'lsang menga juning kerak va go'shting kerak. O'tib sen tez katta bo'l. Qachon katta bo'lasan? Mayli, bratishka. Keyin gaplashamiz. Katta bo'lsang uchrashamiz. Bu yerga pechkani qo'yib, temirni eritib olish kerak. Temirni eritamiz, ko'mir tiqamiz, temir eriydi. Temirni olamiz, aslahalar yasaymiz. Bu yoqlarda temir yo'q, bu yerda ham menimcha. Temir bor ekan. Ona temir. Bu yoqlarda yo'q. Bitta ekan, ikkita. Okey, u temirlarni ham olamiz. Birinchi o'rinda biz temirimiz eribdi mana. Paqir yasab. Paqir ham yasadik mana. Paqir yasab turib, endi bunga suv olib kelish kerak. Bular pishguncha suv olib kelib bo'laman. Bo'ldi, bo'lmasam suv olib kelishga ketdik, yo'lga tushamiz. Bu yoqlarda hech kim yo'q, bo'ldi. Suv olib kelib olishimiz kerak. Aytdim, ko'prik qurish kerak ekan. Sekin borib. Okey, bo'ldi. Ana suvni ham oldik. G'orga qaytib boramiz, g'orga. Bo'ldi, endi temirlar pishibdi mana do'stlar. Bu temir ham pishibdi. Bo'ldi, bularni olamiz. Ol. Taporni ushlayapman. Okey, bo'ldi. Buni ham olamiz. Bo'ldi. Yo'q, pastga tushib ketdim. Voy.